Mana shu yerda hozir 6 dona kat balig'i bor, yog'li baliq. Shuni tozalashdi, yog'ini olishdi, keyin yog'siz qilib pishirib yeyishdi, hammasini xudo xolasa o'rganamiz. Chiroyli ko'rsatib berishga harakat qilaman. Oldin tangasini qirib olamiz. Terisini shilishni o'rganamiz xudo xolasa. To'g'ri, hamma shuni ashilyapman. Qolganlar xohlaganda ashilsa bo'laveradi, endi o'zi biladi. Ko'pchilik o'zi biladi. Faqat shu bilmayotgan bir nima qilishni bilmayotgan akalarga, ukalarga xolos. O'zim shunga o'tib olganim uchun qolganlar ham shundan foydalansin degan maqsadda. Hali yog'li baliqni problemasini xudo xolasa yechamiz. Ko'pchiliklashib. Yog'li baliq bormi deb oqtiradigan ham bo'lib qolamiz hali xudo xolasa. Atrofini shilib olganimizdan keyin, kesib olganimizdan keyin mana shu yerdan endi ombirga joy nima qilib qo'yamiz. Ozgina. Ombir tishlash uchun. Bu oson bu ish. Keyinga o'xshab ko'ringan bilan oson. Demasdan, erinmasdan zo'r qilib aql yeydigan bo'lish kerak buni. Yog'li baliq go'shtini yeyolmayotganlarga xolos bu. Yeyotganlarga osh bo'lsin. Eng asosiy yog'li joylar shu beli bilan qonni bo'lar ekanda. Shu ta'mni buzadigan yog' shu yerda bo'lar ekan. Shu yerdan jinda ochib olsak, iloji bo'lsa yupqaroq ochishimiz kerak. Bo'lmasa jinda go'sht olib chiqib ketib qoladi. Qancha vaqt ketyapti shunga? Mana bu. Mana yog'i bo'ladi, mana bu. Mana baliqning yog'i chiqadi. Oqmas bu. Mana. Sarg'imtir. Buyraklarning atrofi. Ham segmentlardan bor ekan. Ancha yog'dan qolgan ekan. Lekin bu go'shtni ta'mini buzadigan yog' emas bu. Go'sht ta'mini buzadigan yog' mana endi olib tashlaymiz uni. Go'sht ta'mini buzadigan yog' mana shetlar mana. Mana. Eng tepasi bilan qonni. Buni endi yesa bo'laveradi ancha-muncha. Mana shu baliq ta'mini buzayotgan narsa mana shu. Mana 6 ta baliqdan mana shuncha yog' chiqdi. Endi bundan qancha suv yog' chiqishini ko'rsataman hali. Mana shuncha go'sht chiqdi mana. Mana toza go'sht. Yog'i yo'q, shirin. Mana hozir hali 6 ta baliqning ichidan chiqqan yog'ni eritaman. Qancha yog' chiqar ekan? Hozir bilib olamiz. Qancha yog' chiqishini. Mana rosa bilqillayapti. Yog' chiqyapti shekilli. Qancha yog'? Yirib yog'ni emas, o'qiyapti. Mana shuncha yog' chiqdi. 1 kilo, 2 kilo baliqni bemalol qo'ysa bo'ladigan yog'. Jizzasini olib tashlaymiz endi. İçinde jinni ikirasi bor edi.
qoldi. Men yeb qo'yaman, rozi bo'lasizlar. Mana chiqqan yo'q. Rangini ko'rsatishda imkoniyati bo'lmadi. Rangi ko'ryapsizlar, mana top-toza oppoq. Mana endi baliq tashlaymiz endi. Mana buni hozir ta'mini bilamiz, xudo xolasa. O'zini yog'iga ko'zlaring bilan ko'rlaring hammasini. Bu ta'mini bilamiz endi, xudo xolasa, birgalikda bilamiz. Mana shu baliqni shu qo'rg'alarning orasida ham sariq ichida yog'lari qolar ekan, go'shtning ichida. Lekin 85-90% tahir beradigan yog'larni olib tashladi. Mana birinchi partiyasi pishdi. Hozir buni ta'mini yeb ko'raman. Sizlar hamma o'zlari yeb ko'rganlaringda bilasizlar endi buni ta'mini. Hozir yeb ko'ramiz. 2-3 kishi bo'lib rostini aytishga harakat qilaman. Mana birinchi partiyasini dadam ikkovimiz yedik. Hech qanaqa bir oqyoqdan farqi yo'q. Yo men sezmadimmi? Mana ish qilayotganim uchun o'zim foydam uchun gapirayotgan bo'lib qolmay-yu. Bir farqini sezmadim xullas oqyoqdan. Bir qilib yeb ko'ringlar o'zlaring. Kim qiziqsa, ancha yog' ekan bo'lar ekanda, shu 6 ta baliqdan 1,5 litrdan ko'p yog' chiqdi. 1,5 litr chiqsa nima? 1 kilo 2 kilo baliqni qo'rgani yetar ekan bemalol. Agar kimgadir yoqsa, maza qilib bola chaqasi bilan olib kelgan baliqni maza qilib pishirib yesa, shunga xursandmiz. Salomat bo'linglar, birodarlar.